ipak texnologiyasi bo'yicha ma'lumotlarni berishga davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz ipak qurti tilla o'rashda ishlatiladigan dastalarning ipak miqdoriga ta'siri. Biz albatta ipak qurtini rivojlanish bosqichini etib ketmasdan ilojimiz yo'q. Bizga ma'lumki, ipak qurti 4 ta rivojlanish bosqichini o'z boshidan kechiradi. Bular qurtlik, urug'lik, qurtlik, g'umbaklik hamda kapalaklik davri. Qurtning urug'lik davrida, g'umbaklik davrida hamda kapalaklik davrida u oziqlanmaydi. Faqat u qurtlik davrida oziqlanadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, fotoyimizga qurtning oziqlanish jarayonlari kechmoqda. Asosan shu o'rinda aytib ketishimiz kerak, ipak qurti tut daraxtining bargi bilan oziqlanadi. Xo'p, bargga to'yingan ipak qurti 5-yoshining 8-9 kunlariga kelib oziqlanishdan to'xtaydi va organizmida to'plangan chiqindilarni tozalab tashlaydi va tilla o'rash uchun joy izlab qoladi. Mana rasmga e'tibor bersanglar, ipak qurti oziqiga to'yingan va boshini ko'targan holatda joy qidirayotgan tasvirlangan, joy qidirayotgan jarayonlar tasvirlangan. Xo'p, ipak qurti pilla o'raydigan joy dasta deb ataladi. Dastalar 2 guruhga ajratiladi. Ya'ni ular tabiiy hamda sun'iy dastalarga bo'linadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana tabiiy dastalarning ma'lum bir ko'rinishlari tasvirda keltirilgan. Endi tabiiy dasta sifatida 1 yillik o't o'simliklar, mingbosh, chitir, oqbosh, sariq gulli o'tlardan samarali foydalaniladi. Albatta, bir quti qurt urug' uchun har doim hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun bunday dastalar bir quti qurt urug'ni boqishda 250 dan 300 bog'gacha kerak bo'ladi. Keyingi dastalarimiz sun'iy dastalar deb yuritiladi. Ular ham turli xil donli ekinlar, sholi poyalaridan, qog'ozdan, kartondan yoki sintetik materiallardan tayyorlanadi. Eng ko'p ishlatiladigan sun'iy dastalarimizga poxoldan tayyorlangan dastalar misol bo'ladi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, mana sun'iy dastalarimizning namunalari keltirilgan. Birinchisi, demak, kartondan qilingan yacheykali dastalar hamda sintetik materiallardan yasalgan dastalarimiz ko'rinib turibdi. Hop, biz ipak qurtini pilla o'rash jarayonini 4 davrga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Buni birinchisi, albatta ipak qurti dastada havoza qilib oladi. Havoza, ya'ni o'zi uchun sharoit qilish. Bu paxtasimon los deb ataladi. Ikkinchisi, qurt ipni nisbatan zichroq qilib tashlab, pillaning shaklini yasaydi. Bu pilla losi deb ataladi. Uchinchisi, ipak qurti pillaning asosiy qismi, ya'ni qobig'ini hosil qiladi. Aynan mana shu 3-qismidan ipak chuvish jarayonlarida xom ipak ishlab chiqarishda samarali foydalanadi. Va 4-bosqichida esa ipak qurti nisbatan ingichkaroq va bo'shroq tashlab, qurt yotishi, g'umbak keyinchalik rivojlanishi uchun po'st tashlaydi. Bu ichki po'stimizni aynan g'umbakni rivojlanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Mana endi keyingi tasvirda ko'rishimiz mumkin. Pillaning shakllangan pillamiz. U nimalardan tashkil topgan? Shakllangan pilla, demak, los ustki tarafidagi qobiq, qaznoq po'sti, g'umbak hamda qurt po'stidan iborat. Aynan mana shu qaznoq po'stimiz boyaga g'umbakni yotishi uchun
imkoniyat berilgan qismi hisoblanadi. Ipak qurti 3 kun davomida pillasini o'raydi. So'ng 5-marta pillani ichida po'st tashlab, u g'umbatga aylanadi. Xo'p, endi ipakchilikda pillaning yetilgan-yetilmaganligi juda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ham buni bilish juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, yetilgan pillalar deganda nimani tushunamiz? Demak, qurtni butunlay g'umbatga aylanib ichida g'umbat hosil bo'lgan pillalarimizni yetilgan pillalar deyiladi. Xo'p, ularni qanday ajratamiz? Albatta, hisob-kitob yo'li bilan ajratsak bo'ladi. Ipak qurti dastaga o'tirgan kundan 9-kuni terib olsak, u g'umbatga aylangan bo'ladi. Agar bu bo'yicha adashgan bo'lsak, uni kesib ko'rishimiz mumkin. Mana kesilganda qurtlik holatidagi hamda g'umbatga aylangan holat. Demak, dastadan terib olayotganda mana bunday holatda bo'lganda terib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi albatta bu berayotgan ma'lumotlarimiz o'sha ipakka qanchalik ta'sir qilishi to'g'risida ma'lumot berishimiz bilan yakunlanadi. Shu sababli xulosa qilib aytishimiz mumkin, sun'iy dastalardan foydalanish orqali bir xil kalibr miqdori ko'p bo'lishiga, bu juda ham ahamiyatli narsa hisoblanadi. Nuqsonli pillalar kamayishiga, ipak qurtidagi ipak zaxirasini sarflanib ketishini oldini olish orqali ipak miqdorining ko'payishiga sabab bo'ladi. Va tabiiy dastalar arzon, topilishi osonligi bilan afzal, lekin pilla kalibri turlicha bo'lishi, paxtasimon losning ko'p ajralishi hisobiga ipak miqdorining kamayishiga olib keladi. Mana ko'rgazmalik qurol sifatida quyidagi dastalarni ko'rsatib qo'yganmiz. Mana bunisi tabiiy dastalarimiz. Ko'rinib turgandek, bunisi esa sun'iy dastalarimiz. Sun'iy dastalarimiz yacheykali bo'lganligi sababli kalibrlari bir tekis bo'lgan, bir xil shaklga ega bo'lgan pillalar olish imkoniyatiga egamiz. Tabiiy dastalarimizda esa shakli har xil bo'lgan pillalarni olish imkoniyatiga egamiz. Lekin afzal tarafi har doim shu bahor oylarida o'sib chiqadigan 1 yillik o't o'simliklardan samarali foydalansak bo'ladi. Xulosa qilib aytishimiz mumkin. Demak, dastalardan foydalanayotganda sun'iy dastalarimiz ipak chiqish miqdoriga o'z ta'sirini ko'rsatarkan, ijobiy ta'sirini, tabiiy dastalarimiz esa ipakning kamayishiga olib kelar ekan. Asosiy yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi.